Agar sizda 16-18 yoshda farzandingiz bo'lsa, bu video siz uchun. Bugun offlayn konsultatsiyamda bo'lgan holat. Bitta ayol kishi o'g'il farzandini olib keldi, 16 yosh, shikoyatlaridan kelib chiqib, mayaklarni o'ziga qilsaylik, xo'sh. Mayaklarning razmeri yoshiga nisbatan normadan kichikroq, to'qimasining strukturasi o'zida yaxshi emas. O'shaning uchun spermogramma topshirishga maslahat berdim. Spermogramma topshirdi. Nima deb o'ylaysizlar? Analizda sperma foizi ham, soni ham 0. Polностью 0 chiqyapti. Endi bu 16 yoshda spermogrammani 0 ligini aniqlash ham qaysidir ma'noda bir yutuq, plus tomon. Nima uchun? Endi tasavvur qiling, допустим, bola 25 yoshda uylandi. Uylangandan keyin 6 oy o'tadi, 1 yil o'tadi, farzand bo'lmagandan keyin polibomni tekshir boshlanadi. Baribir spermogramma topshirish to'g'ri keladi. O'shanda baribir spermogramma 0, ya'ni azospermiya aniqlanadi. Keyin agar gрамотный bironta o'sha tushunadigan vrach qo'lga tushsa, uni ekoga tayyorlaydi yoki eko qiladiganlarga yuboradi. Sabab azospermiya hozircha butun dunyo bo'yicha meditsinani imkoniyati o'sha. Azospermiya, ya'ni spermogramma 0, faqat ekoga tayyorgarlik ko'ramiz. Agar u o'sha tushunadigan gрамотный vrachga tushmay qolsa, uni sperma ko'taradigan dorilar, yo'qsa nimanidir varikoselini va boshqa narsani operatsiya qilishimiz, u bu bilan yana 1-2 yil vaqtini o'tkazib yuboradi. Xo'p, mayli o'sha gрамотный vrachga tushdi deylik, ekoga tayyorlashda yoki ekoga yuborishni maslahat qilsa ham, har qanday ota-ona ham bolamni spermasi 0 ekan, taba eko qilamiz deb ketmaydi. Tushunaman. Bu og'ir narsa. Eko qildirishga hamma ham birdan rozi bo'lmaydi. Najot qidiradi va boshqa tabiblardan, boshqa vrachlardan, professorlardan ekosiz variantini qidiradi. Bu narsani tushunaman. Ota-onaga ham oson emas narsa. Lekin hozircha bu aytgandek, butun dunyo bo'yicha Amerikada ham meditsinaning imkoniyati azospermiyada faqat eko hozircha. Baribir ham eko qilishga to'g'ri keladimi? U bola 25 yoshda uylanyapti, уже 30 yoshgacha 5-6 yil vaqtini o'tkazib yuboradi. Endi qarang, 16 yoshda biz uni spermogrammasini 0 ligini aniqladik. Bu aytgandek, bu qanaqasidir ma'noda biz bitta yutug'imiz. Sababi, masalan, o'zlaringiz ham eshitgandirsizlar-da, to'ydan oldin 1-2 oy oldin spermogramma qanaqadir analiz qilaylik. To'ydan keyin yoki bo'lmasa to'ydan keyin 1 yil farzand bo'lmasa keyin analiz topshirish kerak, ungacha shart emas, shunaqa gaplarni eshitgansizlar, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa Instagramda ham ko'pchilik aytadi, to'ydan oldin mana buni analizga topshirish kerak, erkak kishi degan videolarni ko'rgansizlar. Lekin mening maslahatim, imkoniyatingiz bo'lsa, pulingiz bo'lsa, bolani 16-18 yoshda bitta mayaklarni o'ziga qildirish kerak, spermogramma topshirtirib qo'yish kerak. Sababi, mabodo Xudo ko'rsatmasin farzandda o'sha spermogrammasi 0 chiqadigan bo'lsa, biz nimadan yutishimiz mumkin? Spermogramma 0 chiqdimi, birinchi navbatda qanaqa tur azospermiyani qanaqa turligi, genetik tekshiruvlar qilamiz. Yana eng qizig'i, spermogramma analizi 0 chiqsa ham, lekin mayaklarda ichida sperma hujayralarini zaxirasi bo'ladi. Baribir ko'zga ko'rinmaydigan, analizda ko'rinmaydigan darajada. O'sha zaxirasini lechina qilib, boya aytganimdek, qaysi turligiga genetik tekshiruvlar boshqa-boshqalarni qilgandan keyin qaysi turligiga qarab turib, bizga 3 oy, 6 oygacha lechina qilinadi. Lechinadan maqsad o'sha mayakdagi sperma hujayralarining zaxirasini ko'paytirish. Biz lechina qilganimizdan keyin, undan keyin o'sha mikrotezida, mikroskopda mayakning ichidan sperma hujayralarini qidirib topishga harakat qilamiz. Agar topilsa, всё, yutuq уже u narsa, olib turib muzlatib qo'yamiz. 30 yoshda uylanib, 25 yoshda uylanadi, o'sha sperma hujayrasi orqali eko qilish mumkin, farzandli bo'lishga o'sha imkoniyat bor. Agar biz uni ertaroq aniqlamasak, 25 yosh, 30 yoshda aniqladik misol uchun-da, nimadan yutqazamiz? Eng qizig'i o'sha mayakdagi sperma hujayralarining zaxirasi ham yildan yilga kamayib ketaveradi. 25 yosh, 30 yoshda aniqlasangiz, u shunchalik kamayib ketishi mumkin, eko qilishga yetmaydigan darajada bo'lib qolishi mumkin. Biz uni qancha lechina qilsak ham, o'sha zapas umuman yetmasligi mumkin, zaxira. O'shaning uchun 16 yoshda aniqladingizmi, polni nima sabab bo'lganiga, qanaqa turligi, genetik tekshiruvlar, gormonal tekshiruvlar hammasini o'tkazib, uni ekoga уже tayyorlab, spermasini olib, muzlatib qo'yib qo'yish kerak, kelajakda o'sha farzandli bo'lish uchun.